Bilasizmi, bu yerdagi muammo nimada? Именно mana shu fasadlarda, ko'rasizmi, balkonlarda kiyimlar osilib yotgan. Lekin davaychi bugun yaxshi narsalar haqida gaplashaylik, plus taraflari haqida ham. Biz hozir yangi Darxon turar joy majmuasiga kelganmiz. Lekin ayni shu joyda pluslari juda ko'p. Endi qaranglar, rayon ichida rayon degan bo'ladi. Maktab bormi, bog'cha bormi, kasbi bog'chalar, magazinlar, serob. Детский площадкani o'zi premium klassdagi domlarnikidan zo'r chiqarilgan. Kichkina muammolarni ham hal qilsa bo'ladi. O'sha haqida bitta taklifim bor. Taklifim shundan iboratki, agarda bu yoqda tozalik bilan ozgina nazoratga qattiqroq e'tibor berilganda edi, menimcha bu yerda uylarning narxi ham qancha balandroq yurgan bo'lardi deb o'ylayman. Endi esa mana shu joyda arzon narxida bitta 3 xonali xonadonimizni savdoga chiqqan. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Xonadonimiz remontli, mebel texnikasi bilan savdoga chiqqan. Umumiy maydoni esa 73 kvadrat metrni tashkil qiladi. Endi qaranglar, bu yerga ta'kidlab o'tgan narsamga uy egalari yechim qilib qo'yibdilar. Qaranglar, mana bu yerda bo'z tortib, mana bu balkonga o'rab qo'yganlarda, bemalol narsalarni qo'yavergan ekanlar. Tashqaridan ko'rinmaydi, chiroyliroq ko'rinadi, deb baribir. Endi dal shu o'tiramiz, bu yoqqa o'tganimizda esa koridor bo'ylab yog'imiz bitta spalni xonasi bo'lyapti. Ota-onalar uchun mo'ljallangan, sababi bu kattaroq, narigis farzandlar uchun mo'ljallangan kichikroq oynalarga reshetka o'sha qo'yib qo'yilgan, ko'rganingizdek. Endi bu yoqda ko'ryapsizlar, bitta spalni kravatni o'zingizlar uchun qo'yib qo'yaverasizlar. Ko'ryapsizlar, mana bu gilamlar bilan hammasi yangi qilib qo'yilgan. Dal shu o'tiramiz, bu yoqqa o'tganimizda esa bu yoqda mehmon kutadigan joyimiz. Hali ta'mirni oxirigacha bitirib bo'lmagan ekanlar. Baribir ham narxini yoqqani uchun ham yetib keldim. Shu xonadonga ko'ryapsizlar, lyustralari ba'mata turibdi, qo'yib qo'ysalar bo'ldi. Pardalarni ham yana o'rnatib qo'ysalar, hisob o'sha bitta siz kelguningizcha обязательно bitirib qo'yadilar. Endi esa bu yoqqa o'tiramiz. Bu yoqqa o'tganimizda esa samouzil bo'ladi. Samouzil bo'ladi, совмещенный bo'ladi bu proyektda. Bu yoqqa o'tganimizda esa oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizni ko'ryapsizlar, uголокlar qo'yib qo'yilgan, hamma shart-sharoitlari mavjud. Umumiy maydoni 73 kvadrat metr tashkil qiluvchi Yangi hayot tumanining Yangi Darxon mahallasida joylashgan 3 xonali xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsa, 66500 dollar so'rayaptilar. Agar narxi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, mana shu videoni uy qidirib yurgan tanishingizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin.